Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, men sizlar bilan bugun 4-chorakning 1-darsini boshlamoqchiman. Men sizlar bilan qozoq tilida gapirishga harakat qilaman. Sababi bizning maktabimizda yilning boshida berilgan kitobning avtori Zakirova bo'lib, 8-sinfga arnalgan fizika kitobi, ya'ni fizika o'quvligi, uning basbasi Arman PV. Bizning qo'limizdagi kitob qozoq tilida bo'lganligi uchun men sizlarga taqribni, ya'ni mavzuni qozoq tilida tushuntirishga harakat qilaman. Bugungi sabog'imizning taqribi magnit o'risining to'g'i bor o'tkazgichga harakati, elektr qo'zg'altgich, elektr o'lchovchi qurollar. Maqsadi magnit o'risining to'g'i bor o'tkazgichga ta'sirini sifatlash, elektr qo'zg'altgichning және elektr o'lchovchi qurollarning жұмыс істеу prinsipini tushuntiruv. To'g'i bor o'tkazgichning aynalasida magnit o'risi paydo bo'ladi. Magnit o'risining ta'siridan to'g'i bor o'tkazgichlar, turoqli magnitlar o'zaro harakatlanadi. Turoqli magnit bilan to'g'i bor o'tkazgichning o'rislarining harakatlanishini qarashtiraylik. Tag'a tarzdez magnit o'rislarining orasina o'tkazgichni ilib qo'yamiz. Kilit tuyiqtalib, o'tkazgichda tok paydo bo'lgan kezde o'tkazgich magnit polyustrining orasida paydo bo'lgan magnit o'risini ig'isadi. Magnitni burib, magnit o'risining bag'itini o'zgartamiz. Bu joqdayda o'tkazgich qarshi joqqa o'ysadi. Ol magnit polyustrining orasindagi kenglikka tortiladi. Magnit polyusini o'zgartmayak, o'tkazgichdagi tok bag'itini o'zgartib o'sinday natija oluvga bo'ladi. Qo'rtindi. Magnit o'risi to'g'i bor o'tkazgichga bag'itda harakat etuvchi o'risning kuch siziqlarining bag'itına perpendikulyar bo'latan belgili bir kuchlarмен harakat etadi. Ol kuchni sol qo'l erejasi orqali aniqlaymiz. Sol qo'l erejasi magnit o'risida kuchning bag'itini aniqlashga arналgan ereje. Ol bulay turjumdaladi. Sol qo'lda magnit o'risining kuch siziqlari alaqanga yenitinday yetib, al 4 savsaqni tok bag'itimen ustaganda bas barmoq o'tkazgichga ta'sir etетін kuchning bag'itini ko'rsatadi. To'g'i bor ramani tag'a tarzdez magnit o'risining polyustrining orasina o'rnalashtiramiz. Tuyiqtalgan ramaning qarshi joqlarindagi tok qarama-qarshi bag'itda yuradi. Demek, olarga magnit o'risi tarafidan manderi birday, biroq bag'itlari qarama-qarshi amper kuchları harakat etadi. Ramaning har turli joqlarına tushетін bo'lganlikdan bu kuchlar birin-biri tengirmaydi. Bunday kuchlarni jup kuchlar deb atav kelishilgan. Ampermetr, voltmetr, galvanometr және тағы басқалар elektr o'lchovchi asboblarning жұмыс істеу принципі magnit o'risining to'g'i bor ramkaga ta'sirini negizделген. Ramkadan tok o'tgan кезінде ол magnit o'risining ta'sirinden ayналмалы qo'zg'alish жасайды. Elektr qo'zg'altgichlar. Elektr qo'zg'altgichning жұмыс істеу принципі magnit o'risining to'g'i bor ramaga hareketine negizделген. Elektr energiyaсын mexanikalik energiyaga ayналдыруга xizmat etетін құрылғыны elektr qo'zg'altgich deb ataydi. Құрметті оқушылар, сабағымыз соңына жетті. Үй тапсырмасы 35-тақырыпты оқу, бақылау сұрақтарына жауап беру. Ол бақылау сұрақтары 215-бетте тұр. Сау болыңыздар.